Yaxshimi akajon, uyingiz nimda payza? Tekkini tegib olaychi o'sha balaga. O'zingizmi bak shu ekansiz. Bu uyni ijara qilib o'tiryapman-a, lekin menda muhabbat qilgan sop ko'ngil bor. Voy ijara uydan-a, shu bir yerlar bir xilmat-ku. Xo'nim, mening qarangma sop ko'ngilma, aychingma u. Qani muhabbat, qani. Quruq muhabbatingiz qo'saq to'yamdi. Odamning vaqtini sirab qilib. Azab! Qarab baxsam ikkimiz bak moskil ekanmiz to'y qilaylik. Voy mayli. Undaq bo'lsa siz menga ishining, men sizga ishini ikkimiz yaxshi uy tutaylik-ya. Uy tutsak bek yaxshi olur edi, lekin uy ham yo'qdan hozircha. Bugunchi boshqa yerdan tutqashtirandik. Bo'pti. To'y qilgan bo'lgandan keyin butun gapni ochiq qilishib o'taylik. Unda o'z davtay, meni angma shu 20 necha yoshlik sing'illarimdan bir 10 nechisi bor, qarong'udan qo'rqaydigan. Qarong'udan qo'rqsili yinimga kelib oldi. Shuni to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Nimdoq yaxshi. Sizdek ishonsaylik emas ekan. Men kichik vaqtimda velosipedni to'g'ri minamay yiqilib ketib, qo'sqinda cho'ng bir totiq qolgan. Sizmi to'g'ri tushunasizmi? Bek chiroyli ekansiz. Eringiz sizni qanday qo'lga keltirgan? 20 yilda degizach mikro xaslab berdi. Nimsam uchun apparatdi. Hammasi markaliq. Shundan to'y qildik. Nima degan baxtlik. Hozir qandayroq? Hozir ikkimiz tan qarz qaytirib, nay taskunga qoldik. Bu uyda bir narsa qoldirmayman sizga. Ketaman. Ket. Ketaman. Ket. Rostdan ketaman. Ketamaysan. Ket. Pul bering. Nimaga? Yo'l kiramga. Ketishim meni bo'ynimdami? Ma. 10 ming. Yana 10 ming bering. Nimaga? Qaytib kelaman. Ko'nglimdagi gapni qilsam, menmi bu xizmatga joq to'ydim. Nima? Hozir nim dedingiz? To'y? Men bilanmi? Voy, to'yin. Meni oladigan bo'lsangiz, at deganda tuxum bilan atdan joy, tushda tuxum besib podo, kashda dorliq joy bilan tuxumga xongni aralashtirib, obdan baqaman sizni. Oh my god. Bu samirib qopsiz juma, qancha vaqtda xavasiz kuniga? Aron manchilik. 3 vaqtmi? Normal ekan-ku. Ya bir vaqt tamoqqa 3 taqsiyavatimi? Yaxshimisiz meni? Siz bilan tanishganimga pek xo'sh bo'ldim. Aldirab qo'shib ketmang. Men sizni bir yerda ko'rgandek qilaman-ku. Siz nima ishlaysiz? Men doktor. Ko'nglimga davo bo'ldi ekan sizda hamisi. Men mol doktori. Sizdek sinkolanjiq davolagan. Yerikim sizning muhabbatingizga chanqab ketdi. Emis kollingizning suyini yashagila boshlang. Siz nimandaq tatliq. Chunki menda tangniyobing bor. Qizjoq, siz charchamadingizmi? Nimishqa? Chunki qalbimni necha maydan aylanib bo'ldingiz. Men shu chiqadigan ig'izni topolmay bek ovora kut borman. Bu degan asar atiqa. O'q chiqib ketmaydi. Alayda so'qqiqla ag'ash kelgan. Hamkorlashishimizga yaxshi bo'lsin. Lekin endi bu ablaqni ko'rib qoldigan bo'lsam, adibini beraman. O'tganda 40 qizni degan deb 20 qizni akatsizlar. To'liq akamasizlar. Mumkin emas. Kemiga chiqqanda 40 qo'l qo'yg'izgan-ku. To'g'ri. Biz qarab turib ularni kemiga chiqarg'izgan. Undaqda bu ablaq yerimni yutib olgan. Rostli yutib olma. So'l qilib yo'qab ketsa, meni tutmoqchi bo'lyapsizlar. Ayolinglar yo'qab ketsa-mu meni izlamoqchimi? İştimalisi. Tarafımda. Nimanca hürmetsizlik kılasa. Kol işletmey durup, minarının kıytığını çıkır ve nayyene. Bak.